katta umid o'sha inog'alarga otasi dunyodan ketibdi, hanuz ham o'zi musofiratgada, Eron deying o Turkiya deying o har joyga ham bo'lsa, vali xarj va masorif shu inog'anasini berib, buni madrasa diniy yo Dorul Hifozga yo mutaallimi yo muhassir va antun tuzatganda eng katta umid va bashorat bungadiki, ikki inog'a birtasi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ollariga keladi, dinni o'rganadi, islomda ahkomotidan xabar bo'ladi va bir inog'ay degasi muhtarifdi, ishlaydi. Bechora zahmat qiladi. Har bir kasaba va ishiga masrufiyati bor. Hazrat payg'ambar islomda oldiga inog'asi kelib shikoyat qildi. Aytdi: "Ey Rasululloh Xudo, bu inog'am hamisha sizni oldingizga dinni o'rganadi, ta'lim dinni o'rganadi va bu kishi ahkomot islomidan xabar bo'ladi. Xulosa hamisha sizni pahluyingizga, to'yinki bir narsa sizdan o'rgansa. Ammo meni bechora hamisha ishlayman, qo'llarim yorilib ketgan, zahmati, taloshi, qiyinchiligi, zindalik meni boshimgadi." Bilasiz Rasululloh sollallohu alayhi vasallam nima dedilar? Aytdilarki: "La'allaka turzaqu bih." Ey javon, shoyat va shoyat senga Allohi mutaol rizq berayotgan bo'lsa, babarakat shugina inog'angga hamisha Dorul Ulumlarga va madarishoy diniga dars o'qiydi. Shuni zariasi bilan Alloh senga rizq berayotgan bo'lsa.